Assalomu alaykum. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi gigiyenik me'yorlashtirishning asoslari. Hozirgi kunda insoniyat atrof muhitning ko'plab fizikaviy, kimyoviy, biologik va ijtimoiy gigiyenik ta'siri ostida yashamoqda. Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, 80% kasalliklar sifatsiz ichimlik suvi iste'moli bilan bog'liqdir. Ko'pgina kasalliklarni oldini olishda atrof muhit omillari inson organizmi uchun muvofiq yoki hech bo'lmaganda indiferent, ya'ni befarq ko'rsatkichlarga ega bo'lish kerak. Bugungi ma'ruzamiz shu gigiyenik me'yorlar asoslariga bag'ishlanadi. Gigiyenik me'yorlashtirish atrof muhit zararli omillarning inson uchun xavfsiz darajalarini aniqlashdan iboratdir yoki hech bo'lmaganda befarq, indiferent ko'rsatkichlarni aniqlashdan iboratdir. Zararli omillarning gigiyenik normativlari qoida bo'yicha atrof muhit omillarining maksimal yo'lga qo'yiladigan qiymatlaridir. Gigiyenik me'yor esa organizmning me'yoriy holatini ta'minlaydigan atrof muhit omilining optimal qiymatidir. Gigiyenik me'yor tashqi muhitdagi u yoki bu omilning organizm uchun eng optimal miqdoriy ta'rif ko'rsatkichi hisoblanadi. Atrof muhitdagi u yoki bu omilning organizmga ruxsat etiladigan ta'sir chegarasi gigiyenik reglament deb nomlanadi. Atrof muhitdagi u yoki bu omilning gigiyenik me'yor yoki reglament bilan asoslangan so'zli ta'rifiga gigiyenik sanitar qoida deb nomlanadi. Gigiyenik me'yorlar ovqatlanishning fiziologik me'yorlari, suv iste'moli me'yorlari, yoritilganlik me'yorlari yoki mikroiqlim parametrlarining me'yorlari hisoblanadi. Gigiyenik reglamentlar bu ruxsat etilgan konsentratsiya, ruxsat etilgan daraja yoki ruxsat etilgan doza, moddaning taxminiy xavfsiz darajasi yoki ruxsat etilgan taxminiy darajasi. Sanitar me'yorlar bularga O'zbekiston Respublikasining sanitar qoida va me'yorlari, uslubiy tavsiyanomalar va ko'rsatmalari, shuningdek instruktiv xatlari kiradi. Gigiyenik me'yorlashtirishda bir qancha prinsiplarga amal qilish kerak. Birinchidan, gigiyenik me'yorlarning davlat xarakteriga ega ekanligi. Ikkinchidan, omilning amalda qo'llashdan avval me'yorlashning oldindan bajarilishi. Shuningdek, tibbiy biologik ko'rsatkichlarning hisobga olinishi. Har bir atrof muhit obyektlari uchun alohida me'yorlashtirish. Omilning mumkin bo'lgan nomuvofiq ta'sir samarasi kompleksini hisobga olish. Zararli omilning cheklovchi, ya'ni limit ko'rsatkichidan foydalanish. Shuningdek, doza samara, vaqt samara, doza vaqt samaraning bir-biriga bog'liqligini hisobga olish prinsipi. Shuningdek, omilning bo'sag'asiz ta'siri mumkinligini inobatga olinishi. Eksperimental sharoitda omil ta'sirini modellashtirish. Yana prinsiplarga omilning ta'sir etish sharoitini qattiqlashtirish prinsipini ham kiritish mumkin. Shuningdek, tekshirishlarning o'tkazishda bosqichma-bosqich olib borilishi, iqlim geografik sharoitlarning inobatga olinishi, me'yorlashtirishga ekologik gigiyenik yondashuv hamda gigiyenik me'yorlarning nisbiyligini kiritishimiz mumkin. Atrof muhitdagi omillar ko'p omilli ta'sir variantlariga ham ega. Birinchi ta'sir kombinatsiyalashgan ta'sir. Bunda tabiati bo'yicha bir xil bo'lgan bir necha omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bularga shovqin, tebranish, nurlanish va hokazo omillarning ta'sirini misol qilib keltirishimiz mumkin. Ketma-ket ta'sir. Insonga avval bitta omil, keyin esa ikkinchi omil ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, shovqin, undan keyin tebranishning ta'sirini misol qilishimiz mumkin. Qo'shilgan ta'sir. Turli tabiatga ega bo'lgan omillarning birgalikda ta'siri. Misol uchun, shovqin va kimyoviy omillarning bir vaqtdagi ta'siri yoki tebranish va kimyoviy omillarning bir vaqtdagi ta'siri.
Bundan tashqari, atrof muhitning ko'p omilli ta'sir variantiga majmuaviy ta'sir ham kiradi. Majmuaviy ta'sir organizmga bir vaqtning o'zida kimyoviy moddalarning turli yo'llar bilan tushishini ham inobatga olinadi. Bu masalan kimyoviy modda organizmga ingalyatsion, peroral yoki teri orqali tushishi mumkin. Zararlilik ko'rsatkichini me'yorlashtirayotgan omil va qaysi obyektning o'tkazilishi bilan bog'liq bo'ladi. Zararlilik ko'rsatkichi misol uchun suv havzalarida organoleptik ko'rsatkichi, umumsanitar ko'rsatkichi, sanitar-toksikolog ko'rsatkichi inobatga olingan holda hisoblanadi. Tuproq uchun esa havo migratsion, suv migratsion, umumsanitar va toksikolog ko'rsatkichlar inobatga olgan holda zararlilik ko'rsatkichlari hisoblab chiqariladi. Zararlilikning limit ko'rsatkichi o'rganilayotgan omilning eng kam dozasi yoki darajasi ta'sirida ahamiyatga molik o'zgarishlar namoyon bo'ladigan ko'rsatkichidir. Gigiyenik me'yorlarni o'rnatishda umumiy yondashishlar mavjud. Bularga birinchidan organizmning funksional holatini optimal ta'minlaydigan me'yorlanuvchi omilning parametrlarining tabiiy, ya'ni natural sharoitlarda tekshirishlar olib borilgan holda aniqlash. Ikkinchi usul sotsiologik tekshiruvlar, aholi o'rtasida so'rovnoma anketa usulida tekshirishlar olib borish. Yana bittasi ayrim omillarni tabaqalashtirilgan holda me'yorlash prinsipi, ya'ni maksimal, minimal yoki optimal parametrlarni o'rganish. Gigiyenik me'yorlashtirish eksperimental tekshiruv asosida ham olib boriladi. Bunda laboratoriya tajribasi yoki laboratoriya hayvonlarda eksperiment o'tkazish yo'li bilan. Gigiyena toksikologik tekshirishlar bir qancha bosqichlarda amalga oshiriladi. Birinchi, reglamentlovchi omilning fizik-kimyoviy xossalari o'rganiladi. Keyin o'tkir zaharlilik ko'rsatkichi o'rganiladi. Bunda LD50 yoki KL50 o'tkir zaharlanishning klinik tavsiflari amalga oshiriladi. O'tkir ostida zaharlilik ko'rsatkichini o'rganishda kumulyativ xossalari aniqlanadi. Shuningdek, kimyoviy moddalarning surunkali zaharlilik ko'rsatkichlari ham amalga oshiriladi. Uzoq muddat ta'sirida maxsus ta'sir samaralari ham aniqlash ishlari amalga oshiriladi. Bunda moddaning allergen, mutagen, kanserogen, gonodotoksik yoki embriotoksik ta'sir samaralari baholash yo'li bilan. Kimyoviy moddalarni atmosfera havosida reglamentlashda moddaning taxminiy ta'sir darajasini aniqlash va hisoblab chiqish amalga oshiriladi. U bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Birinchidan, reflektor ko'rsatkichlarni o'rganiladi. Masalan, hidi xohlovchilarda aniqlanadi. Ikkinchidan, rezervativ ko'rsatkichlar o'rganiladi. Bunda hayvonlarda o'tkazilgan eksperiment natijasi asosida o'tkir zaharlilik, kumulyativ xossasi va ta'sir etish bo'sag'alarini o'rnatish bilan amalga oshiriladi. Shuningdek, sanitar gigiyenik ko'rsatkichlar ham o'rganiladi. Tajriba natijalariga matematik ishlov berilgandan so'ng ular tahlil qilinadi va kimyoviy moddalarning atmosfera havosidagi ruxsat etilgan konsentratsiyasi hisoblab chiqariladi. Kimyoviy moddalarning havzalardagi suvda me'yorlashtirish taxminiy ruxsat etilgan darajani aniqlash bilan amalga oshiriladi. Bu quyidagi bosqichlardan iborat. Birinchidan, organoleptik ko'rsatkichlarga ta'sirini o'rganish ishlari amalga oshiriladi. Bu laboratoriya tajribasi yoki xohlovchi adoratorlarda amalga oshiriladi. Ikkinchidan, suv havzasining sanitar tartibiga ta'sirini o'rganish laboratoriya tajribasi asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, sanitar toksikolog ko'rsatkichlar o'rganiladi. Olingan natijalarga matematik ishlov berib, ularni tahlil qilgandan so'ng kimyoviy moddalarning havzalardagi suvda me'yorlarining
ruxsat etilgan konsentratsiyalari hisoblab chiqariladi. Oziq-ovqat mahsulotlarida kimyoviy moddalarni reglamentlashda maksimal ruxsat etilgan daraja hisoblanadi. Buni hisoblash bir necha bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchidan, mahsulotni amalda iste'mol qilish darajasini hisobga olib, toksikologik belgilari o'rganiladi. Organoleptik, sanitar-gigiyenik va texnologik belgilari o'rganilib, olingan natijalarga matematik ishlov beriladi. Ular tahlildan so'ng oziq-ovqat mahsulotlarida kimyoviy moddalarning ruxsat etilgan konsentratsiyalari hisoblab chiqariladi. Gigiyenik tadbirlarning samaradorligi tibbiy, ijtimoiy va iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha baholanadi. Bunda populyatsiyaning salomatlik ko'rsatkichlari baholanadi. Yashash muhiti holati o'rganiladi va baholanadi. Salomatlik holati va yashash muhiti o'rtasidagi sabab-oqibat bog'liqlik holatlari aniqlanadi. Gigiyenik tadbirlarning tibbiy samarasi jismoniy rivojlanish darajasi bilan, aholining kasallanish darajasi va tabiati uning dinamikasi bilan, kasallanganlar va sog'lom shaxslar soni bilan, tibbiy yordam sifat ko'rsatkichlari bilan ifodalanadi. Ijtimoiy samara esa hayot davomiyligi va hayoti sanaqlab qolingan insonlar soni bilan, demografik ko'rsatkichlar, ularga tug'ilish, o'lim, aholining tabiiy o'sish va boshqa ko'rsatkichlar bilan ijtimoiy samara baholanadi. Iqtisodiy samara esa amaldagi sarflangan vaqt, sog'liqni saqlash natijasida olingan yalpi ichki mahsulot qiymati bilan ifodalanadi. Shunday qilib, bugungi ma'ruzamiz asosida gigiyenik me'yorlashtirish va reglamentlashtirish atrof muhitdagi omillarning barchasini o'zida aks ettirish bilan birga ishlab chiqiladigan barcha profilaktik va sog'lomlashtirish tadbirlari uchun asos bo'lishini aytib o'tdik. Diqqatinglar uchun rahmat. Sog' bo'linglar.